bolajoni. Hindistondan kelyapti bolam. Professor bo'lib. Ota, qo'yingni olay. Sen nima sen turoningda nimani olyapsan? Duoyimni ol jinni. Kechiring. Voy bolajonim ey. Ha turqin qursin ishdaning qani? Samolyotda ichim ketib qoldi ona. Chiqyapti. Yo ishtoningni jinni. O'g'ling peshonasiga nima chizib Sindur. Gadoyboy o'g'lim yoqki. Ota, endi meni ismim Gandini. Nima deding? Gandini. Lekin o'rtoqlarim Gandu deb chaqirishadi. Sizga qaysi biri qulay, ota? Gandini. Bitta zo'ri bor qulay, lekin uni aytolmayman da odamlar oldida. Tur oyog'ingga narsa kiygan. Gilamni kir qilasan. Qorayib ketgan oyog'ing bor yo'qol. O'char senlarni, o'char. Xoli. Nima qilyapsan? Oyijon, bugun xoli bayrami. Oy chiqquncha hech narsa yemayman. Au eri uchi tutiladi-ku. Mana uni boshingga taqquncha ishdan ko'tinglar. Quridimi? Qo'shni! Qo'shni! Sani o'g'ling Hindistonda vrachlik o'qigandik-ku, ha? Aha. Nasibullo qassob mazasi qochib qolib, bitta ukol qilib qo'ysan? Hozir. Dilimi nima aytdimi? Gandini. Ha, Gandini. Bor akangni ukol qilib qo'y. O'g'ling qachon keladi? Mazam bo'lmayapti mani. O'zicha qinchagina qilyapti bu amirta shayx. Sen o'zi qaysi kalla bilan Hindistonda o'qitding uni? Qayerdan bilay zo'r mutaxassis bo'lsa kerak debman-da. Surxondaryoda o'qitsang bo'lmasmidi? Qayerda o'qitdimi? Termiz iqtisodiyot va servis universitetida tibbiyot fakulteti bor. Ana o'sha yerda o'qiganda men buning boshli mutaxassis bo'lardi. Bu yoqda talabalar uchun hamma sharoit bor. Undan tashqari bakalavr, magistratura, ordinatura ham bor. Ordinatura ham bormi? Hamma narsa bor. O'sha yerda o'qiganda men Surxondaryo bolalariga o'xshab chaqqon bo'lardi. Yurishini qara, o'ladi o'zi qassob. Ay, Gandini odamga o'xshab yur. Hay dadasi. Hamsiyamizni kelin tug'ayotganimiz. Gandiga ayting to'ldirib kelsin. A Gandi o'g'il bola-ku. Meditsina hech qachon ayol erkak tanlamaydi, ota. Chaqiring, tug'diraman. Ota, Rahul dunyoga keldi. Tirqin qilsin. Nimaga? Nimani? Ya, kimligini kesmayapman, rost chiqaman.